Biz mana nima stadion tekida o'tiribmiz. Toshkent City'da. City'da. Ha. Ha, ko'rdim sizlarni, hozir boraman, hozir. Kelyaptimi? Ha, kelyapman. Bu yoqda. Привет. Toshkentda urmanglar qachon? Ana, zertekda. Yurish yo'qmidi? Qadash qo'madingizlarmi Toshkentda? Birinchi marta kelishimiz emas. Oldin ham kelganmiz achi. Tak, unda qaranglar, birinchi salonga boramiz, men mo'ylovlarni to'g'latamiz, sochlarni oldiramiz. Keyin shopping qilamiz. Shopping yoqadimi sizlarga voy ishingiz. Keyin ovqatlanishga boramiz. Yuringlar, men mashinada bo'l. Hamsiya, nima qilyapti bu? Mana qarang, o'g'lim chopaylik, ko'zimiz aylanaylik armonda o'ylamiz buni. Menga qarang, men o'g'lim yonga boraylik. Sizning o'g'lingizmi? Aha, men o'g'lim 5 yildan beri Toshkentda tirnoqqa qiladi, mujigu bak yuraman men o'g'lim. Nimaga oldin aytmagansiz? Endi aytmaganman, endi siz. Yuring qanday o'g'lingiz ko'raylik. Bu-chi. Ha, bu o'zi bilan o'zi ketdi. Hozir men sizni o'g'limni ishxonasiga olib kelaman. Men o'g'lim haqiqiy mujik, ana sportsmen, hozir xonasiga kirib, ancha tirnoqqa qilayotgan bo'lsa kerak. Yuring. Qanday hamsiya? Kim o'g'lingiz? Menimcha adashdik hamsiya, yuring. Iye? Dada? Mana, dada deydi. Dada, men sizga hozir hamma narsani tushuntirib beraman. Nima tushuntirmoqsan o'g'lim? 5 yildan men shaharda men tirnoqqa qilyapsan, chempion bo'lasan desam, sen nima qilasan menda? Dada, men bu yerda turishni aylisman. Naylis? Ha, hamsiya o'g'lim ingliz tilidan aylis olayotgan. Yo, u naylis degan tirnoq taqlik degan, tirnoq taqlik ham. Shundoqmi, tirnoqchimisan? Ha? Burni avring, burni. Nima? Burniga avring. Nimaga aynan burniga? Reklamamizga urib kelamiz. Voy. Doktorchi desangiz, hamsa ham bakatini urdi. Shunga siz oldingiz olib keldik. Buni sportsmen deb o'ylaganda, qarasak, tirnoqchi bo'lib chiqdi bu. Shunga bir burni almashtiraylik shuni. Iloji bo'lsa shuni miyasini ham almashtirib bering, doktor. Ularni ko'rdim. Bir tomondan suyak singan. Xudo xolsa to'g'rilab beraman. Faqat bitta yomon tomoni bor. Operatsiyadan chiqmaydimi? Chiqolmaydimi? O'lamanmi yo'q? Yo, o'lmaysiz. Faqat operatsiyadan oldin sochingizni olib kelishingiz kerak. Ha, sochingizni qo'parib olasiz.